Xo'p, assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, charchamayapsizlarmi, ishlar yaxshimi, mazzalar yaxshimi do'stlar? Mana Diron Moshim bozoriga kelib oldik, markalarni olib oldik. Endi xudo xolasa yuk mashinalarni obzor qilib berishga harakat qilamiz. Hozirgi videoni ko'rib turgan bo'lsanglar, like bosib qo'yinglar, obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yish obязательно esinglardan chiqmasin. Do'stlar, sizlarda like bosish esinglardan chiqib ketyapti. Biz video olish esimizdan chiqmayapti, sizlar like bosish esingizdan chiqyapti do'stlar. Sizlar 10 sekundlik mehnatinglarga biz 10 minut, 15 minut, 20 minut mehnat qilib issiqda yuramiz do'stlar. Mana qiyin emas like bosib qo'yinglar. Xo'p, keyin bunaqa mashinalarda, yuk mashina deysizlarmi, yengil mashina deysizlarmi, bunaqa mashinalardan 5 tadan 15 tagacha Telegram kanalimizda qo'yib boryapmiz. Sotmoqchi bo'lsanglar ham, olmoqchi bo'lsanglar ham juda ham manfaatli bo'ladi. Kanal silkasi opisiya va kommentariyada bo'ladi. O'tinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Paginali biz videoni boshladik. Xo'p do'stlar, Isuzudan boshlab olamiz. 10 tonnalik. Buni yili necha ekan? Assalomu alaykum. 22-yilda ishlab chiqarilgan Isuzu 10 tonnalik, so'raganlar uchun oppoq rangdalik do'stlar. Xo'p, mana balonlarni ko'rsatgan, balon holatlari yaxshi, metallar sonib qilingan do'stlar. Pravil qancha bo'ldi? Assalomu alaykum, zo'rmisiz aka? Va alaykum assalom. 296 rang bo'ladi. 10 necha dedingiz yilini? 22. 22, 296 ming hech qancha emas do'stlar. Salon holatlarini ko'rib olsanglar bo'ladi. Narxini qancha aytyapsizlar aka buni? 850 deyapmiz. 850 million, ha? So'radimmi bozor? Savdo bo'lib turibdi. Qancha oxir so'ragani? Necha bo'lyapti? 750 savdo bo'libdi. 750 million savdo bo'libdi. Nomer bor aka? Bizdan so'rayapti. Nomer bor, ha? Aytib yuboring nomerni. 91lik 91lik 976 ha 7404. 7404. Hamma joyi zo'r, ha? Qarabqa, parobka, konsener, pansiya hamma yoq ishlaydi, ha? Konsener yo'qmi? Shumka bo'lgan. Shumka bo'lgan. Avtonomkalar bor. Ha, avtonomkalar bor. bo'ldi. Kraskasi qanday o'zi? Toza. Bo'ldi. Balonlar yangi aylantirib ko'raveramiz. Ko'rsataman. Xo'p do'stlar, balon holatlari ham ko'rsatdim. Yangi holatda metallar sinib qilingan ekan, bitta konseyneri yo'q ekan lekin do'stlar. Xo'p, mana qalarini ko'rsanglar bo'ladi. 10 tonnalik so'ragan do'stlar, xudo xolasa. Telefon qilib bog'lansanglar bo'ladi. 250 million hozir realni savdosi bo'lib turgan ekan deganlar. 8 million 750 so'rab turibdi deyapti. 296 ming yurgan ekan do'stlar. Hech qancha yurmaganda bular 6 kurak, 7 kurak, 8 kurak deb beradi-da. Qo'yincha. 750 million so'rab deyapti. Do'stlar 53 so'raganlar bo'lsa, mana gazga so'raganlar bo'lsa, 83-yilda ishlab chiqarilgan, ko'k rang desa mana azvijit bo'lgan ekan. Balonlarni mana ko'rishingiz mumkin do'stlar mana. Gazlari bor, metallar sonib qilingan ekan. Buni narxini qancha aytyapsiz, Raisbo? Narxi 90 million deyapmiz aka. 90 million? So'radimmi? 70 million so'm so'rayapti. 70 million so'rab bermayapsiz. Naqd pulga so'radimi? Variantga so'rayapti. Variantga. Nomer bor-a, telefon nomer? Ha, bor. Ayting. 97lik 97lik 045 045 xo'p 0414. 0414. Qancha naqd pul bo'ladigan bo'lsa? Kelishamiz-da endi. 65 lar bo'lsa berasizmi, naqd bo'lsa? Berganim yo'q, 65 naqd ertalab so'radi aka. Ha, so'radi. Chiqsa berib yuborasiz, xudo xolasa. Variant barterchi? Barter? Yo'q, barter qilmaymiz aka. Barter deganmi, mashina yengil mashinaga bo'lmaydi-a? Pul kerak, naqd pul. Variant bo'lsa-chi? Gaplashib ko'ramiz. Hozir qitasiz, ha? Bo'ldi. Qayerdan siz? Glazayda. Ish yo'qmi mashinada biron joyda? Biron joyda ish yo'q. Qilingan hamma yog'i cho'tki qilingan, ha? Bo'ldi. Bo'lsa biron joyda ish yo'q ekan, hamma yog'i garantiya beryapti. Balonlar ham mana do'stlar ko'rishingiz mumkin. Balonlar yaxshi holatda, metallardan qilingan, 83-yilda ishlab chiqarilgan. Mana do'stlar. Qiziq bo'lsa telefon qilib bog'lanib baraka ko'rsanglar bo'ladi. 65 million bozor ertalab savdosini ko'rgan ekan, berilmagan ekan naqd pulga. Variantga 70 million so'rabdi do'stlar. 90 million aytilishi ekan, 83-yil asvijit bo'lgan ekan. 5 tonnalik mana ko'ramiz hozir. Endi Isuzu'ni 5 tonnaligini ko'ramiz. Assalomu alaykum. O'zim. Displaylar 5 tonnalik. Ha? Displaylar. Isuzu displaylar mata oxirgisi. Narxini aytib yuboring. O'zgargandir narxi. Ha, 600 o'zgargan. So'ragan qancha bo'ldi? So'ragan 525 ga bermadi. Bugun ham so'ramiz shuncha pulmi? Bugun so'ragan yo'q-da, shu bolalar shu yerda yuribdi, shu yerda turibdi, shu yerda turibdi, o'zing mahallada oladi. Bo'ldi. Tushunmadim. Gap.
Bo'lsa konditsionerlar ishlab turibdi, xonalari yaxshi bo'lib turibdi. O'tgan safar ham ko'rsatgan ekanmiz. Mayli, yana bitta ko'rsatib yuboramiz. 525 ga o'tgan bozor berilmagan ekan. Shu bolalar hozir shu bozorda yurgan ekan. Xudo yana olib ketadi degandek qilyapti. Balkim Alloh barakasini bersin. Kraskalar toza edi, 5 tonnalik betonlar sinib qo'ngan. Xullas hamma yog'i cho'tki edi. Bo'lsa ko'rib olasizlar. Bo'ladigan. Xo'p do'stlar, gazga so'raganlar uchun 2008-yilda ishlab chiqarilgan oppoq rangdaligisini ko'rdik do'stlar. Gazlar qo'yilgan ha? Gazlar sinib qilingan. Kraskachi? Kraskasi qanday? Kraskasi deylik toza, buzuq bo'lsa. Endi kraska toza. Bas so'raydi-da, urilganmi, turtilganmi deydi. Bolalarni ko'rishgan deydi. Gazlar qo'yilgan dedik. Pravigini bilsak bo'ladimi yo'qmi aka? 5 ming yaqinlashib qo'ydik. 5 kirka 478 so'm ekan ha? Mana paytman yog'i bor. Nechta tonna yuk oladi aka? 4 tonna oladi. Bolalarning yaxshi holatda bo'lgan bo'lsa 4 tonnagacha oladi ekanda. Ha do'stlar. Ko'rishinglar mumkin. Bu narxini 120 dedingiz aka? Aytish 120. So'ragani qancha bo'ldi bu? Bizdan so'rayapti, 105 ming. Ha, naqd pulgami? Shuni so'raganlar ya, variant so'rayapti. Variant ham bor, narx ham bor. Nomer bor, telefon nomeringiz? 94lik 94lik 519 519 1015. 10-15 qancha buni naqd pulga senasi, oxir senasi ekan. Olib ketadi-da, endi misol chiroyli narx aytsangiz. 110 bo'lsa beramiz. Variantgachi? Barterchi? Faqat shu naqd pulga kelishiladi. Qayerdan sizlar? Ish yo'qmi bilan motor patroda? Bo'ldi. Do'stlar, 4 milliongacha oladi ekan, 2008-yilda ishlab chiqarilgan ekan, 5 kunga yaqinlashgan ekan. Endi mana bu ketno-metnosi bo'lishi mumkin. Udari yo'q deyapti do'stlar. 4 ta bolani yaxshi holatda ekan, gazlar sinib qilingan ekan. Qiziq bo'lsa telefon qilinglar. 100 million ham so'ragan ekan, 105 ham so'ragan ekan. 110 bo'lsa beraman deyapti. Yana ham telefon qilib gaplashib baraka ko'rsalar bo'ladi. Gazlar so'raganlar uchun do'stlar. Bozorda o'z bitta uni maskuch bor ekan do'stlar, 87-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Metanlari bor ekan, dokumentalni endi buni kraskalarni so'rab aytishadi emas, pravigini bilmaymiz. Balonlari ham o'rtacha ekan. Metani bor-a? Metan dokument. Narxini qancha aytasiz buni o'zi? Ha? Narxi 10 million. 10 million. Kelishib beraveramiz. Bero qancha yuk olyapti o'zi? 1 tonna olyapti-a? 1,5 tonnagacha oladi. 1,5 tonnagacha. Qilingan. Bu vaqtida bu zo'r bo'lganmi? Rossiyskida bu. Lelim bog'aniki. Bo'ldi. Nomer bor-a? Ha. Ayting. 93lik. Ha. 286 76 61. Qancha bo'ladi? Qancha so'rab oldi? Bozor so'radimi? Bozor al so'ragan yo'q. So'ragan yo'q-a? 8 bo'lsa beraveraman. 5lar bo'lsa-chi? Ha, yo'q, hozir ko'tatdi. 5 million ham zo'r bo'ladi. Ha, men tavarim bo'laveramiz, molga, qo'yga. Kelishaveramiz. Bo'ldi. Barter ham qilib berasiz. Barter ham. Bo'ldi. Mayli, rahmat. Molga, qo'yga barter ham imkoniyati bor ekan. Qiziqsa telefon qilinglar. 8 million bo'lsa 10 million aytilar ekan, 8 million bo'lsa beraman dedi. 5 millionga o'ylanib qoldi, telefon qilib. Naqd pul bo'ladigan bo'lsa berib yuboradigan imkoniyati bor, xullas qalam do'stlar. Do'stlar, mana yana alta gazi, Samasval 89-yilda ishlab chiqarilgan ko'k rangligi do'stlar. Motorlar ochib qo'ygan ekan. Balonlarni ko'rishinglar, balonlar kichkina yilib qolgan ekan, metanlar sinib qilingan ekan. Narxini qancha aytyapsiz aka? 100 deyapsiz, kelishtiramiz. 100 million ha? Kami bor. Yuk qancha olyapti bu endi shunda? Motor yukni 500 ta, 550 ta beton blok bosdik. Podiyomdan zakonga chiqishlari zo'r. 550 tagacha ko'tardi, ha? 550 ta. Motor patori? Motor qilindi. Motor qilindi. Balon qo'yildi, yangi balon qo'yildi. Ha. Asbosa shu 100 deyapmiz, kelishtirib beramiz. 100 million deyapsiz, kelishtirib berasiz. So'radimi bozor? Bozor 90 so'radi. 90 gacha so'radi. 90 gacha so'radi. Faqat ozroq nasihat bo'ldi, shuning uchun kelisholmadi. Ha, bo'ldi. Nomer bor-a, telefon nomer? Telefon nomeri bor. Ayting nomerni. Telefon nomerda 94 200 37 07. Qancha buni naqd pul bo'ladigan bo'lsa, bu variant bo'libdi. Bu naqd pul bo'ladigan bo'lsa. 90 ga beramiz-da, naqd bo'lsa. Motor patori ishi yo'q dedi. Hamma yo'q garantiya. Motor qilamiz-ga hali 20 kun ham bo'lmaydi. Bo'ldi, tushundim. Balonlari o'rtacha do'stlar, gazlar sinib qilingan. Xullas qalam ishga tayyor deyapti. Olasiz, minasiz deyapti xullas. 90 millionga ozroq nasiya bo'lgan hisobga bermadim deyapti. Mana yana ham telefon qilib, balki bundan ham tushib yuborar, aqli bo'ladigan bo'lsa, yana ham gaplashib olasiz. Yuk mashinani ixlosmotlari bo'lsa, telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi ekanlar. Quloq eshitmay qolma deyman-da, anoda yuk mashinalarining. Tayyor reklama ketib turibdi. Anoda
Yilini so'rasa aytmaydi. 85-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Hammasi bor do'stlar. Ko'kma rangisi. Xo'p, balonlarni ko'rishingiz mumkin. 130 million narx aytilayotgan ekan. Balonlar ham yaxshi ekan. Detallar ustunib qilingan. 130 million aytayotgan ekan. Bozor so'radimi yo'qmi rais bor? 90 Qancha? Narx pulga? Motor patrulda ishi yo'qmi? Yo'q, hamma 85 dedingizmi yilni? Nomer bor-a, telefon nomeri? 99 99lik 377 377 48 14 48 14. qancha naqd pulga buni? Bo'ladi. 85 lar bo'lsa berasizmi? 90 gacha savdo qildi-da. Naqd pulgami? Variant bo'lgandir deyman-da. Yo'q, variant. Variant barterga bormi imkoniyat? Bor. Bo'ldi. Qayerdansiz aka? Ulan. Ulyanov, ha, bo'ldi. Xo'p do'stlar, Ulyanovdan ekanmiz. Xo'p, 90 milliongacha savdosi bo'lgan ekan. Yana ham o'tib beraman deb 85 ga o'ylanib qoldi. Telefon qilinglar, balkim berib yuboradi. Metallar sonib qilingan ekan. Xo'p, balonlar yaxshi holatda ekan. Kraska asvij bo'lgan menimcha. Xo'p, asvij bo'lgan. Motor patrulda ishi yo'q ekan. Mana qiziqsa telefon qilib baraka qo'ysalar bo'ladi deganlar mana. Like bosamiz do'stlar. 87-yilda ishlab chiqarilgan. Hammasi bor. 87 million narx qo'yibdi do'stlar. 130 140 aytib o'tirgan balonlar bo'lsin. Endi balkim puliga yarasha detallar sanab qilingan. Mana do'stlar ichini ko'rishingiz mumkin holatini. Xo'p, balon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Buni narxini so'radimi aka bozor? Narx zo'r. Naqd pulga? Nasiyagami? Nasiyaga 65 gacha so'ragan ekan do'stlar. Nomeringiz bor aka, telefon nomeringiz? Aytib qo'y. 99lik 760 95 92. Qarang buni motor patrulda ishi bormi yo'qmi? Ishi yo'q, qilingan ha. Bo'ldi. Qancha oxiri senasi naqd pul bo'ladigan bo'lsa? Gaplashamiz kelayotgan. 60 qancha so'rab dedingiz? 65. 5 ga naqd pul bo'lsa berasizmi? Variant so'rabdi-ku. 70 bo'lsa beramiz. Ya'ni 70 dan biri 2 million o'tib bo'ladimi? Kanalni so'rasa. Kanalni hurmat qiling bo'lmasa, hech bo'lmasa, mayli. Shuncha 70 qarang, 73 mingta odamni hurmat qiling aka. Bo'ladimi aka? Telefon bo'ldi. Variantgachi, variant imkoniyat bormi yo'qmi? Barterchi. Barter ko'ramiz. Bo'ldi, yengil maoshim bo'lsa, do'stlar, barterga yengil maoshim bo'ladigan bo'lsa ko'ramiz, gaplashamiz deyapti. Yana telefon qilib bilib olsanglar bo'ladi. 87-yilda ishlab chiqarilgan ekan. 65 million so'rabdi, variantga so'ragan ekan. Motor patrulda ishi yo'q ekan. Biz kraska asvijit bo'lgan-a, asvijit bo'lgan-a. Udar yo'qmi o'zi? Bo'ldi, udar yo'q ekan. Balonlar yangi ekan, metallar sonib qilingan ekan. Qiziq bo'lsa telefon qilib baraka qo'ysalar bo'ladi do'stlar. 70 milliondan 2 million so'm bizning kanaldan chiqqanlar uchun bonus qo'yardik, xudo xolasa do'stlar. Mana